Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Hammalarga o'tib ketgan hayit. Bugun Navruz ayyomi muborak bo'lsin. 2026-yil 21-mart. Xudo xohlasa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan gazobloy seximizdan gazobloylarimizni obzorini kanallarimizga joylayapmiz. Sifatli, mustahkam va mana shunaqangi chiroyli gazobloylar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Gazobloylarimiz razmeri 20 ga 30-60, 10 ga 30-60, 12 ga 30-60 va 15 ga 30-60 перегородочный gazobloylarimizni tayyorlab beramiz. Faqat zakazga gazobloylarimizni razmerlari a'lo darajada 20 si 20, 30 keladi, 60 keladi. Xudo xohlasa uyaltirmaydigan gazobloy. Kim uy qurmoqchi bo'lsa gazobloydan aloqaga chiqa olasizlar akalar. Ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi bilan 16,5 ming so'mdan yetkazib beramiz. Namangan viloyati bo'ylab qaysi rayonganligiga qarab narxlarini kelishtirib yetkazib beramiz. Mana sifatini qaranglar akalar. Juda a'lo darajada. Burchoqlarni qaranglar. Kecha chiqqan gazobloylar. Go'zalligini qaranglar. Xudo xohlasa gazobloylarimizga anker tiqib samarez qilsanglar bo'ladi. Anker qo'yib, keyin samarezlanadi. Parda olmoqchi bo'lsa nima bo'ladi deb ko'p savol berishyapti. Anker bilan bo'lsa bemalol bo'laveradi. Sifati juda ham a'lo darajada. Qadrli yurtdoshlar, bemalol gazobloy quymoqchi bo'lganlar, nimadir maslahat kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.